Mesela endi hazır ana olup kaldı, 80 ta 100 talep bara oçeratda turadi. Fakat balamda olmaysin dep kelinge janjal qilaq. Bir kun yenege hem yok idi. Keyin baynanım etim bakçaga berip keleyim, bir kunda pulun төлeymen özüm dedim. Qarang, enasının bakçası. O yine yetip biram bermedi balaga. Bayna doktor aytdı, qabul qilmayman deb. Men aytdim, bir kundan bir dedim, şu günge dedim. Agar erta kelsem dedim, olib ketaman, yo'q dedi. Men aytdim, kimga tashlab ketaydim? Bormam shu borayotgan jeringizga dedi. Bog'chaga o'zini bog'chasiga kelinni nevarasini qabul qilmagan. Qabul qilmayapti, olmayapti. Navbatda turar ekan. Yelanyapman bayna kelinimga. Aytdi, yenasi bilsa dedi, meni sharmandam chiqaradi, sizni ham sharmandangiz chiqaradi dedi. Yaxshilikcha olib ketavering dedi. Keyin bayna bachchani aytdim, ol dedim, pulini to'layman dedim. Pulingiz kerak emas dedi. Gap eshittirishni xohlaysizmi bizga dedi. Ishdan ketishimizni xohlaysizmi dedi. Keliningiz dedi, hozir chiqarib beradi dedi. Xonadan dedi. Chilab bayna nevaramni kolyeskaga mindirib qaytib keldim. Keyin o'g'limga men aytdim, "Nahotki dedim, o'zim ishlagan 41 yil ishlabman dedim. Xotining bog'chada bo'p dedim, yana dedi, hujjat qilaman dedi. Mayli olib bormang dedi, o'tib dedi. Mayli dedi, qayerga borasiz? O'zim olib borib qo'yaman, shu bachchamni." Men aytdim, "Buni dedim, qaytib olib o'tiraman men dedim." Xullas bayna boradigan yerimga bormadim. Keyin o'g'lim hujjat qildi. Hujjat qilgandan keyin 5 oy 6 oydan keyin navbati kelib oldi.